طب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. السلام عليكم aziz o'quvchilar. Bugun Mabdaul Qiroat kitobidan 33 darsimizni boshlaymiz. Inshaalloh odatdagiday birinchi so'zlarning ma'nolari bilan tanishib chiqamiz. Xo'p. Bu yerda nima? Tozalamoq. Tozalamoq so'zi tanzifun arab tilida. Tanzifun agar masalan tozaladi demoqchi bo'lsak, o'tgan zamonda nazzafa tozaladi, ya'ni yunazzifu tozalaydi, bu muzori fe'li. Nazzif, ya'ni nazzif degani tozala degani. Xo'p, biz ismlar haqida aytdik, boshida bir qisqa aytdik. Ism ikkiga bo'linadi. Ism jomid, ism mushtaq. Ya'ni ism jomid shundayki, undan misol bir ish harakat olib bo'lmaydi, misol fe'l olib bo'lmaydi. İshtiqoq qilib bo'lmaydi. Misol qanday? Ot desangiz, ot nima degani u? Ot o'tgan zamonda ot, kelasi zamonda ot deb buyruq bera olmaysiz-ku, to'g'rimi? Ya'ni ot bu ism. Shunday bir ismki, hayvonning ismi, undan bir nima fe'l olib bo'lmaydi. Lekin ba'zi bir ismlar borki, uni mushtaq deyiladi. U ismlardan biz fe'l ishtiqoq qilib olamiz. Xuddi shunday, mana tozalamoq degan. Tozalamoq o'zi tanzifun ism, to'g'rimi? Ismdan biz fe'llar olamiz. Misol nazzafa birinchi so'z. Nazzafa ya'ni tozaladi o'tgan zamonda. Yunazzifu tozalaydi. Nazzif ya'ni fe'l amr. Tozala degani. Xo'p, mana kelasi ham xuddi shunday. Talvisun, mana bu gap. Talvisun so'zi kir qilmoq. Kir qilmoq degani. Talvisun. O'tgan zamonda lavvasa kir qildi. Yulavvisu kir qiladi. Lavvis kir qil. Xudoga shukr. Xo'p. Kawnun. Kawnun bo'lmoq, mavjud bo'lmoq. Xo'p, kana bo'ldi, yakunu bo'ladi, kun bo'l. Ammo degani. Va o'zbekchadagi ammo degan so'z. Wasixun kir. Nazifun toza. Masaha ya'ni masx qilmoq, bir narsani silamoq, ushlamoq yoki silamoq, ya'ni surtmoq. Masaha mashun ushlamoq yoki surtmoq. Masaha ushladi yoki surtdi. Yamsahu surtadi. Imsah surt yoki ushlan. Libasun kiyim, libos. Albisatun ko'plik siyg'asi. Hati keltir. Ayol kishiga aytyapsiz. MS turgan bo'lsa, bu muannas ayol kishiga dalolat qiladigan gap degan. Mindilun yoki mandilun. Arablarda men mindilun eshitganman. Bu yerda mandilun ekan. Xo'p, mandilun deyotgan bo'lsak, dasrumol, ya'ni salfetka deyiladi-ku, shunaqa. Manadilu dasrumollar. Firashun ya'ni ko'rpa, yotadigan joy, to'shak. Furushun yotadigan to'shaklar. Taktubina ayol kishiga aytayaptiki, yozasan. Ya'ni erkak kishiga aytmoqchi bo'lsa qanday bo'lardi? Taktubu derdik, to'g'rimi? Mana ayol kishiga aytayapmizki, taktubina. Xo'p. Yana bu jumlalarda birga o'qib tarjima qilamiz. Xo'p. الدرس الثالث والثلاثون 33 درس. أنت تقرأين كثيرا يا فاطمة. يعني sen ko'p o'qiysan ey Fatima. Iqra'i kitabaki ya binti. Kitobingni o'qi ey qizim. Mana qarang, ayol kishiga ishlatilayotgan fe'llar kelyapti. Ya'ni agar erkak kishiga aytmoqchi bo'lsak, shuni nima deymiz? Iqra' kitabaka yabni deymiz, to'g'rimi? Iqra' kitabaka yabni. Darsingni o'qi ey bolam. Lekin qiz bolaga gapirayotgan, xitob qilayotganligimiz uchun biz yoni qo'shib keltiryapmiz. Nima? Iqra'i kitabaki ya binti. Xo'p. Ar-rajulul karimu yakunu mahbuban. Ya'ni karam, saxovatli inson
sevilgandir, ya'ni yaxshi ko'rilgandir. Var-rajulul bakhilu yakunu mamqutan, ya'ni baxil inson mamqutdir, ya'ni yomon ko'rilgandir. At-tilmizul muaddabu la yulawwith libasahu abadan, ya'ni odobli talaba, odobli o'quvchi libosini hech qachon kir qilmaydi. Va yakunu daiman nazifan, va doimo toza bo'ladi. Xo'p, kun daiman nazifan, doimo nazofatli, ya'ni pok bo'l. Va la takun abadan wasikhan, hech qachon kir bo'lma. Xo'p, hal تكتبين مكتوبا إلى أبيك إلى أبيك هل تكتبين مكتوبا إلى أبيك dadangga, ya'ni otangga nima maktub yozyapsanmi? Na'am aktubu ba'da sa'atin, ha, bir soatdan keyin yozaman. yoki ba'da sa'atin deb, ya'ni bir muddatdan keyin, ya'ni nima deydi, bir muddatdan qasd qilishi ham mumkin. Ya'ni ba'da sa'atin degani keyinroq qilaman degan ma'noda bo'lishi mumkin. Arablar sa'atinni shunaqa ma'noda ham ishlatadi, ya'ni xususan qadimiy arab tilida. Xo'p. Hal tadhhabina ma'iya ila al-junaynati ya Sa'idatu? Men bilan bog'chaga, ya'ni bog'chaga borasanmi ey Saida? La, yo'q. La azhabu. La azhabu, yo'q, bormayman. Ana nima uchun? Ana mashg'ulatun jiddan, men juda ham mashg'ulman. Ya'ni mashg'ulatun deyapti, chunki ayol kishi o'zi haqida xabar beryapti. Mashg'ulatun, agar misol erkak kishi aytmoqchi bo'lsa nima bo'ladi? Ana mashg'ulun jiddan bo'ladi. Ayol kishi aytayotganligi uchun ana mashg'ulatun jiddan. Xo'p. Kurrasati nazifatun, kurrasati, ya'ni daftarim pokizadir. Wa amma kurrasatuka fawasikhatun, ammo lekin sani daftaring kirdir. Hatil misbah ya Faridatu, ya'ni chiroqni keltir ey Farida. Khudhi ya ummi, oling ey onam. Ishrabi shayaki, choyingni ich. Qarang, bu yerda ham ayol kishi, misol khudhi yoki ishrabi fe'llarga ahamiyat bering. Masalan, erkak kishiga aytmoqchi bo'lsak, khudh ya akhi yoki khudh ya abi. To'g'rimi? Oling ey otam yoki shunday. Agar choyingni ich demoqchi bo'lsak, choyingizni iching demoqchi bo'lsak, ishrob shayaka deyiladi. To'g'rimi? Ishrob, ya'ni bu yerda ayol kishiga, ishrob erkak kishiga ishlatiladi. Lekin mana bu yo bilan keltirayotganligining sababi ayol kishiga xitob qilyapti. Xo'p, mindilun nazifun, ya'ni pokiza ro'molcha, das ro'molcha. Hatil furshata, ya'ni ya Allah subhanallah. Xo'p, hatil furshata, ya'ni nimani? Shotkani ber, ya'ni keltir. Amsahu libasi, ya'ni kiyimimni poklayman, artaman, ya'ni poklayman. Anti tajtahidina kathiran ya Fahimatu, sen ko'p ijtihod, ko'p tirishqoqlik qilyapsan ey Fahima. Hujratun nazifatun, ya'ni pokiza xona, ya'ni hujra. Hujratuka wasikhatun, sening hujrang kirdir. Fatimatu tilmizatun muaddabatun jiddan, Fatima juda ham odobli o'quvchidir. La tuwassikhu libasaha abadan, hech qachon libosini kir qilmaydi. Va takunu daiman nazifan, va doimo pokiza bo'ladi. Xo'p. Endi bu gaplarni o'qib o'zbekchaga tarjima, bu o'zbekcha gaplarni o'qib arabchaga tarjima qilamiz. Xo'p, 33-mashq. Kir bola suyuksizdir. Al-waladu al-wasikhu mamqutun yoki g'ayra mahbubin. Ya'ni ozoda bola sevimlidir. Al-waladu an-nazifu mahbubun.
Ey Said, ya Saidu, yüzünü yuv, yüzünü yuv. İğsil vechheke. Farid dersini anladı. Feridun fehime dersehu. Yeke fehime Feridun dersehu. Yani Farid dersini anladı. Hop. Ey Fatima, ya Fatimetu, nema uchun biznikiga kelmaysan? Lima la ta'ti ilayna. Yoki lima la taji'u ilayna. Yoki lima la ta'ti ilayna. Nima uchun biznikiga kelmaysan? Dasromaling kir. Yani mindiluka wasikhun. Mindiluka wasikhun. Yani bu mindiluka deyapman. Bu agar erkak kishiga bo'layotgan bo'lsa, xitob qiladigan bo'lsam. Lekin ayol kishiga xitob qiladigan bo'lsam mindiluki wasikhun bo'ladi. Mindiluki wasikhun. Xo'p, dasromalim toza. Mindili nazifun. Mindili nazifun. Oysha kravatda uxlayapti. Aishatu tanamu fi kravatida bo'lsa fi saririha. Yoki tanamu Aishatu fi ala saririha. Ala deb aytsam bo'ladi, fi deb aytsam bo'ladi. Chunki fi ala ma'nosida ham keladi. Yani Oysha kravatida uxlayapti. Tanamu Aishatu ala saririha. Xo'p, Fatima darsini o'qiyapti. Fatimatu tadrusu. yoki Fatimatu taqra'u darsaha. Fatimatu taqra'u darsaha. Xo'p, ey Salim, ko'p uxlayapsan. Ya Salimu tanamu kathiran. Tanamu kathira. Xo'p, ey singlim, ya ukhti, sen ko'p harakat qilyapsan. Anti tataharrakina kathira. Anti tataharrakina kathira. Halima toza bo'lgin. Xo'p, Halima toza bo'lgin. Halimatu kuni nadifan. Halimatu kuni nadifatan. Nima uchun? Chunki odobli bola hamisha toza bo'ladi. Lianna, bu hozir odobli bola deyapti o'zbek tilida. Agar lekin biz qiz haqida gapiryapmiz, to'g'rimi? Lianna albinta, biz qiz haqida gapiryapmiz, shuning uchun biz ayol kishiga ishlatiladigan fe'llarni ishlatamiz. Lianna albinta almuaddabata, yani bu ism. Ism nima? Ayol kishiga ishlatadigan ism. Lianna albinta almuaddabata تكون نظيفة دائمة. تكون نظيفة دائمة. لأن البنت المؤدبة تكون نظيفة دائمة. خب، كيمنا هيج كر قلميدي. لا توسخ لباسها هيج أبدا. لا توسخ لباسها أبدا. خب،